Mana shunday noyob bo'lgan modelirovaniyani biz siz bilan birgalikda Mariams metodi yordamida modellashtiramiz. Bu modelирование uchun bizga oldi asos andozamiz kerak bo'ladi. Oldi asos andozamizni ko'krak vetichkalarini yon boshga modellashtirib olamiz va biz birinchi bo'lib oldi ochilishni xohlagancha kenglikda kattaytirib ochsangiz bo'ladi. Men ham pastga joylashtirib ozgina ochib oldim. Bu sizni ixtiyoringiz. Oldi ochilish qancha kerak bo'lsa, xuddi shuncha ochiladi. Endi men yana bitta ikkinchi tarafini duplikat qilib oldim. Nega deganda, bu modelirovaniyamiz asimetrik modelирование bo'lgani uchun o'rtasini skoch bilan yopishtirib olasizlar. Pastdan gorizontalni ketgan bel chizig'imizni ajratib olamiz va ikkita relyefni bel vitichkalarini pastini modellashtirib, bir-birlari bilan tutashtirib, xuddi shunday qilib yopishtirib qo'yamiz. Endi bizga ko'krak markazidan yon boshga qaratib, xuddi shunday kosoy, ya'ni perpendikulyar chiziqni chizib olamiz. Ko'krak vitichkamizni modellashtirdim va ikkita relyefni, ya'ni bel chizig'imni yuqori qismini ham modellashtirib, bir-birlari bilan tutashtirib qo'ydim. Endi bizni yuqoridagi ikkinchi ko'krak vitichkamiz modellashi kerak bo'ladi. Uning uchun biz vertikal 3 ta liniya chizib olamiz. 3 ta liniyamizni oralarini 3 cm dan qilib chizib, raqamlab olsak bo'ladi. Oralarini qirqib olish mobaynida ko'krak vitichkasini ham birga modellashtirib ketamiz. Endi biz xuddi shu holatida qirqib olganimizdan so'ng matoda har birlarini orasini 4-5 cm dan ochib qo'yib qirqib olamiz. Mana shu ochiq qolgan joylarini biz skladka qilib taxlab qo'yishimiz kerak. Hamma o'z xohlaganicha bundan ham ko'proq skladka qilish ham mumkin. Men o'rtacha 4-5 cm dan qildim. Pastdagi vitichkalarimizni xuddi siz ko'rib turganingizdek gorizontal tarzda ikkita vitichka bilan yonlariga tikib qo'yiladi va xuddi shunday noodatiy modelirovaniyamiz tayyor bo'ladi. Bundan da qiziqarli modelirovaniylarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, Mariams akademiyasining tikuvchilikda yangi davr deb nomlangan 3 oylik kursimni qatnashishingizni taklif qolaman. Mariamsni kuzatishda davom eting.